Agar sizning nomingizda kvartira, uy, yer uchastka yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki oy oxirigacha ulgurilmasa, keyin men bilmagan edim. Menga hech kim aytmadi. Hujjatim eski edi. Kadastrda xato chiqdi degan gaplar muammoni hal qilib bermasligi mumkin. Bugun men sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Raqamli konfiskatsiya deganda odamlar nimani nazarda tutyapti? Aslida xavf qayerda? Kimlar shoshilish kerak? Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Va eng muhimi, kvartira egalari hozir nima qilishi lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat umumiy gaplarni emas, aniq misollar, hujjatlar, ro'yxati va amaliy qadamlarni aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday mavzularni o'z vaqtida bilish ko'p odamni katta xarajatdan va sudma-sud yurishdan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik odamlar uy-joy hujjatini qo'lida saqlab yurardi. Eski order, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, privatizatsiya hujjati, kadastr pasporti yoki BT hujjatlari. Odamning qo'lida qog'oz bo'lsa, u o'zini xotirjam his qilardi. Mana hujjatim bor, demak uy meniki deb o'ylardi. Ko'p hollarda bu haqiqatga yaqin edi. Chunki davlat organlari ham ko'proq qog'oz hujjatlarga tayangan. Lekin hozir tizim o'zgaryapti. Ko'chmas mulk, egalik huquqi, qarzdorlik, sud qarorlari, taqiqlar, ipoteka, ijro hujjatlari, kommunal qarzlar, soliq majburiyatlari, kadastr ma'lumotlari borgan sari raqamli bazalarda yuritilmoqda. Endi qog'oz hujjat qo'lingizda bo'lishi yaxshi, lekin raqamli bazada sizning mulkingiz noto'g'ri ko'rinsa yoki umuman ko'rinmasa, muammo boshlanadi. Raqamli konfiskatsiya degan ibora odamlar orasida qo'rqinchli eshitiladi. Men buni shunday tushuntiraman. Bu albatta ertaga davlat kelib hammaning kvartirasini olib qo'yadi degani emas. Lekin raqamli tizimda xato, qarzdorlik, taqiq, sud ijrosi yoki egalik huquqi bo'yicha nomuvofiqlik paydo bo'lsa, mulkingiz ustidan amaliy harakatlar cheklanishi mumkin. Masalan, sotolmaysiz, hadya qilolmaysiz, garovga qo'yolmaysiz, merosni rasmiylashtirish qiyinlashadi. Ba'zi holatlarda ijro organlari qarzdorlik bo'yicha mol-mulkka taqiq qo'yishi mumkin. Eng og'ir holatlarda esa sud qarori yoki ijro tartibi orqali mulk realizatsiya qilinishi, ya'ni sotuvga chiqarilishi ham mumkin. Shuning uchun bugungi mavzu vahima uchun emas, tartib uchun. Men sizga hamma narsani tashlab yuguring demayman. Men sizga hujjatlaringizni tekshiring. Raqamli bazadagi ma'lumotni qog'oz hujjat bilan solishtiring. Xato bo'lsa oy oxirigacha ariza bering deyman. Farq juda katta. Birinchi navbatda kvartirasi eski hujjatlar asosida rasmiylashtirilgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida olingan uylar. Privatizatsiya qilingan kvartiralar, eski BT pasporti bilan qolib ketgan xonadonlar meros orqali o'tgan, lekin oxirigacha davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan mulklar. Bunday uylarning qog'oz hujjatlari bo'lishi mumkin. Lekin elektron kadastr bazasida maydoni egasi, manzili yoki huquq turi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi ehtimoli bor. Oddiy misol olaylik. Toshkentda yashovchi fuqaro 2000-yilda kvartirani privatizatsiya qilgan. Qo'lida privatizatsiya shartnomasi bor, eski kadastr hujjati bor. Lekin elektron bazada kvartira maydoni 1-2 kvadrat metr emas, 7 kvadrat metr bo'lib turibdi. Oshxona yoki balkon hisobga olinmagan. Hozircha bu odam yashayapti. Muammo sezilmayapti. Lekin ertaga kvartira sotmoqchi bo'lsa, xaridor bank ipotekasi orqali olmoqchi bo'lsa, bank bazadagi ma'lumotni tekshiradi. Hujjatdagi maydon boshqa, bazadagi maydon boshqa. Natijada bitim to'xtaydi. Odam xaridorni yo'qotadi, narx tushadi, qayta kadastr qilishga majbur bo'ladi. Ikkinchi toifa meros qolgan uyda yashab, lekin merosni rasmiylashtirmaganlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ota yoki ona vafot etgan, farzandlar uyda yashayapti, kommunal to'lovlarni to'layapti, soliq kelganda to'layapti, lekin mulk hali ham vafot etgan odam nomida turibdi. Oila ichida nizo bo'lmagani uchun hech kim shoshilmaydi. Lekin raqamli tizimda mulk egasi tirik emasligi, meros ochilgani, boshqa merosxo'rlar borligi, ayrim hujjatlar tugallanmagani ko'rinib qolsa, keyin sotish, hadya qilish, subsidiya olish yoki ipoteka rasmiylashtirish paytida katta to'siq chiqadi. Misol uchun, Samarqandda bir oilaning uyi otasining nomida qolgan. Ota 2015-yilda vafot etgan. O'g'il uyda yashaydi, lekin meros guvohnomasi olmagan. 2024 yilda u uyni sotib, boshqa joydan kvartira olmoqchi bo'ladi. Notarius tekshiradi. Mulk hali marhum nomida, merosxo'rlar soni to'liq aniqlanmagan. Bir singlisi chet elda,
yana bir aka merosdan voz kechish arizasini bermagan. Natijada bitim kamida bir necha oyga cho'ziladi. Agar xaridor shoshilayotgan bo'lsa, u boshqa uy olib ketadi. Mana shunday holatda odam men u yerda yillar davomida yashasam-ku deydi. Lekin yashash boshqa. Mulk huquqini to'liq rasmiylashtirish boshqa. Uchinchi toifa. Qarzdorligi bor shaxslar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pchilik kommunal qarzim bor, demak kvartiramni olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Har bir qarz avtomatik tarzda uy olib qo'yiladi degani emas. Lekin katta qarzdorlik sud qarori, ijro ishi, aliment, kredit, soliq yoki boshqa majburiyat bo'lsa, ijro organlari qarzdorning mol-mulkiga taqiq qo'yishi mumkin. Taqiq qo'yilgandan keyin siz mulkni sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz. Ba'zan garovga ham qo'ya olmaysiz. Masalan, odamning bankdan tek o'zi million so'm muddati o'tgan krediti bor. Bank sudga beradi, sud qaror chiqaradi. Ijro hujjati ochiladi. Ijrochi qarzdorning nomidagi ko'chmas mulkni elektron bazadan ko'radi va unga taqiq qo'yadi. Bu taqiq qog'ozda emas, elektron tizimda ko'rinadi. Odam ertaga notariusga borib kvartirani farzandiga hadya qilmoqchi bo'lsa, notarius bitimni o'tkazmaydi. Shunda odam bu raqamli konfiskatsiya ekan deydi. Aslida bu qarzdorlik bo'yicha ijro cheklovi. Lekin natija odam uchun baribir og'ir. Mulk erkin tasarruf qilinmaydi. 4-toifa noqonuniy qurilish, o'zboshimchalik bilan qo'shilgan xona, kengaytirilgan balkon, yerto'la yoki mansarda masalasi bor odamlar. Ko'p xonadonlarda odamlar balkonni yopib olgan, xona qo'shgan, eshik joyini o'zgartirgan, umumiy koridordan joy ajratib olgan. Yillar davomida hech kim indamagan bo'lishi mumkin, lekin kadastr tekshiruvi, qayta ro'yxatga olish. Sotuv yoki ipoteka jarayonida bu masalalar chiqadi. Masalan, kvartiraning hujjatdagi maydoni 64 kvadrat metr. Egasi balkonni yopib xonaga qo'shgan, yana umumiy yo'lakdan kichik omborcha qilib olgan. Amalda 70 kvadrat metr ishlatyapti. Xaridor keladi, kadastr hujjatini so'raydi. Kadastrda 64 kvadrat metr, amalda 7 mi? Agar noqonuniy o'zgarish bo'lsa, rasmiylashtirish talab qilinadi yoki avvalgi holatga qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Ba'zi odamlar buni ham konfiskatsiya deb qabul qiladi. Aslida muammo mulk huquqining o'zida emas, hujjatga kiritilmagan o'zgarishda. 5-toifa. Bir uyda bir nechta egador bo'lganlar. Masalan, kvartira xotin nomida yoki ona va 3 farzand ulushdor yoki merosdan keyin 5 kishining ulushi bor. Raqamli bazada ulushlar to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin katta kelishmovchilik chiqadi. Bir kishi men ham egaman desa, ikkinchisi men hamma xarajatni qildim deydi. Lekin davlat organi hissiyotga emas, hujjatga qaraydi. Kimning ulushi necha foiz, kim rozilik berishi kerak? Kimning pasport ma'lumoti yangilangan, kimning familiyasi o'zgargan, hammasi ahamiyatli. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar sizning kvartirangiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, mulk egasi sifatida ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz, maydoningiz, ulushingiz to'g'ri bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha sud yoki ijro taqiqi bo'lmasa, noqonuniy qo'shimcha qurilish qilmagan bo'lsangiz, sizga vahima kerak emas. Sizga faqat tekshiruv va hujjatlarni tartibga solish kerak. Men doim aytaman, mulk masalasida eng yaxshi himoya bu tinch paytda tekshirib qo'yilgan hujjat. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik, qog'oz hujjat borligi har doim ham elektron bazadagi holat to'g'ri degani emas. Ba'zan odamning qo'lida oldi-sotdi shartnomasi bo'ladi. Notarius muhr bor, hammasi joyida ko'rinadi. Lekin keyingi davlat ro'yxatidan o'tkazish bosqichi oxirigacha bajarilmagan bo'lishi mumkin. Yoki eski ma'lumotlar yangi bazaga ko'chirilganda xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta harf, bitta raqam, bitta kadastr raqami noto'g'ri kiritilsa ham tizim boshqa natija beradi. Ikkinchi noziklik, pasport yoki ID karta almashganidan keyin ma'lumotlar mos kelmasligi. Masalan, siz eski pasport bilan kvartira olgansiz. Keyin ID karta oldingiz, familiyangiz turmush sabab o'zgardi. Yoki ism sharif yozilishida lotin va kiril farqi bo'ldi. Hujjatda Mamatov bo'lsa, yangi bazada Mamadov bo'lib ketgan. Bunday xato kichik ko'rinadi. Lekin notarial bitimda to'xtashga sabab bo'ladi. Chunki mulk huquqi aniqligi muhim. Uchinchi noziklik, qarzdorlikning hammasi bir xil emas. Kommunal xizmatlardan 300 ming so'm qarz bo'lishi bilan sud qarori asosida 300 million so'm qarz bo'lishi bir xil emas. Lekin kichik qarzni ham e'tiborsiz qoldirmang. Chunki qarzlar yig'ilib boradi, penya qo'shiladi. Tashkilot sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qarori chiqsa, keyin ijro jarayoni boshlanadi.
ijro jarayonida esa elektron taqiq qo'yilishi ehtimoli bor. Shu sababli men har doim aytaman, qarzni miqdoriga qarab emas, huquqiy bosqichiga qarab baholang. Qarz shunchaki hisobda turibdimi yoki sudga o'tganmi? Sud qarori bormi? Ijro ishi ochilganmi? Taqiq qo'yilganmi? Mana shu savollar muhim. 4-noziklik. Uy meniki, lekin ro'yxatda boshqa odam turadi holati. Propiska yoki doimiy ro'yxat mulk huquqi emas. Bir odam kvartirada ro'yxatda turgani uchun egaga aylanmaydi. Shu bilan birga ayrim holatlarda ro'yxatda turgan shaxslarni chiqarish, voyaga yetmagan bolalar, sobiq turmush o'rtoq, ijarachilar yoki oila a'zolari bilan bog'liq masalalar bitimni murakkablashtiradi. Shuning uchun kvartirani sotishdan oldin faqat kadastrni emas, uyda kimlar ro'yxatda turganini ham tekshirish kerak. 5-noziklik. Ipoteka va garov. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, siz uni oddiy mulkdek tasarruf qila olmaysiz. Bank roziligi, qarz qoldig'i, garov taqiqi, sug'urta, kredit shartnomasi kabi masalalar bor. Ba'zi odamlar kreditni to'lab bo'lgan, lekin garov taqiqini yetishni unutgan bo'ladi. Natijada elektron bazada kvartira hali ham garovda ko'rinadi. Odam qarzimni to'lab bo'lganman deydi. Bankdan ma'lumotnoma bor, lekin taqiq yechilmagan. Bu holda bankka murojaat qilib, garovdan chiqarish bo'yicha rasmiy harakatni yakunlash kerak. 6-noziklik, sud nizolari. Agar mulk bo'yicha sud ishi ketayotgan bo'lsa, bitimlar cheklanishi mumkin. Masalan, aka-uka meros ustida sudlashyapti. Ulardan biri men sotib yuboraman desa, ikkinchi sud orqali taqiq qo'ydirishi mumkin. Elektron tizimda bu taqiq ko'rinsa, notarius bitimni o'tkazmaydi. Bunday holatda shoshilish emas, yurist bilan ishlash kerak. 7-noziklik, soxta ishonchnomalar va shubhali bitimlar. Raqamli tizimlar kuchaygani sari eski firibgarliklar ham boshqacha ko'rinishda chiqadi. Masalan, odam chet elda, kvartira O'zbekistonda. Kimdir ishonchnoma bilan sotmoqchi. Ishonchnoma haqiqiyligini, vakolat doirasini, amal qilish muddatini, bekor qilinmagani tekshirish kerak. Aks holda keyin mulk bo'yicha sudlashuv boshlanadi. Men bunday vaziyatlarda hech qachon tezroq imzo qo'ying demayman. Har bir hujjatni tekshirish kerak. Endi aniq qadamlar. Birinchi qadam, mulkingizning elektron holatini tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki kadastr organlari orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Sizga kerak bo'ladigan asosiy narsa kadastr raqami, manzil, pasport yoki ID karta, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Ikkinchi qadam, qo'lingizdagi hujjatlar bilan bazadagi ma'lumotni solishtiring. Egasi kim? Ism sharif to'g'rimi? Tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumoti mosmi? Manzil eski nom bilan turibdimi yoki yangi nom bilan? Kvartira raqami to'g'rimi? Umumiy maydon qancha? Yashash maydoni qancha? Ulushlar ko'rsatilganmi? Garov, taqiq, ijro cheklovi bormi? Mana shu savollarni birma-bir tekshiring. 3-qadam, xato topsangiz darhol yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Menga aytishdi, telefon qildim. Navbatchi tushuntirdi degan narsalar keyin dalil bo'lmaydi. Arizada aniq yozing. Mening nomimdagi falon manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha elektron kadastr ma'lumotlarida quyidagi xatolik mavjud. Qo'limdagi hujjatlarga asosan ma'lumotlarni tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza qabul qilingan raqamni, sanani, mas'ul tashkilotni saqlab qo'ying. 4-qadam. Quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, privatizatsiya hujjati, sud qarori yoki boshqa asos. Kadastr pasporti yoki kadastr hujjatlari. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki ism o'zgargani haqidagi hujjat. Agar meros bo'lsa, o'lim guvohnomasi, merosxo'rlik hujjatlari, notarius ma'lumotlari. Agar garov bo'lgan bo'lsa, bankdan qarz yopilgani yoki garovdan chiqarish haqidagi hujjat. Agar sud qarori bo'lsa, qarorning nusxasi va kuchga kirgani haqidagi belgi. 5-qadam, qarzdorlikni alohida tekshiring. Soliq qarzi bormi? Kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarz bormi? Bank krediti bo'yicha ijro ishi bormi? Aliment, jarima yoki boshqa majburiyatlar bormi? Agar qarz bor bo'lsa, uni yashirishdan foyda yo'q. Qarzni yopish, bo'lib to'lash kelishuvini qilish, sud qarorini o'rganish yoki ijrochi bilan rasmiy tartibda ishlash kerak. Eng katta xato bu xatlarni ochmaslik, chaqiruvlarga bormaslik, o'z yo'qolib ketar deb yurish. Raqamli tizimda hech narsa o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha, vaqt o'tgan sari izlar ko'payadi.
6 qadam, noqonuniy o'zgarishlar bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. Balkon yopilgan, xona qo'shilgan, devor ko'chirilgan. Umumiy maydon o'zgargan bo'lsa, hech kim bilmaydi deb o'ylamang. Sotuv paytida, baholash paytida, bank tekshiruvida yoki kadastr yangilanishida bu ko'rinadi. Ba'zi o'zgarishlarni qonuniylashtirish mumkin, ba'zilarini mumkin emas. Bu binoning xavfsizligi, qo'shnilar huquqi, umumiy mulk, qurilish normalari bilan bog'liq. Shu sababli avval kadastr muhandisi yoki tegishli mutaxassisdan maslahat oling. 7-qadam, meros masalasini kechiktirmang. Agar ota-onangizdan yoki qarindoshingizdan uy qolgan bo'lsa, uyda yashayotganingiz huquqning o'zi emas. Notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Muddatlar qanday? Kimlar merosxo'r, kim rozilik berish kerak, kim voz kechish kerak? Hammasini aniqlang. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, keyin nizo chiqmasligi uchun hujjatlarni hozir tartibga soling. Bugun aka-uka bir-biri bilan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ertaga farzandlar, kelinlar, kuyovlar, boshqa merosxo'rlar kirishganda masala murakkablashadi. 8-qadam, mulkni sotish yoki hadya qilish niyatingiz bo'lsa, notariusga borishdan oldin tekshiruv qiling. Ko'p odamlar xaridor topadi, pul kelishadi. Keyin notariusda muammo chiqadi. Bu eng yomon ssenariy. Chunki xaridor ishonchini yo'qotadi, vaqt ketadi. Ayrim hollarda oldindan olingan zakalatni qaytarish bo'yicha mojaro chiqadi. Avval kadastr, taqiq, qarzdorlik, ro'yxatda turgan shaxslar, ulushtorlar roziligi, bank garovi bor yo'qligini tekshiring. Keyin bitimga kiring. 9-qadam, barcha javoblarni yozma shaklda oling. Davlat organiga borganingizda ariza raqami bo'lsin. Bankka murojaat qilsangiz, ma'lumotnoma oling. Ijrochi bilan gaplashsangiz, qaror yoki bildirishnoma nusxasini oling. Notariusdan tushuntirish olsangiz, qaysi hujjat yetishmayotganini aniq yozdiring yoki ro'yxatini oling. Chunki mulk masalasida falonchi shunday degan gap isbot bo'lmaydi. 10-qadam, oy oxirigacha hech bo'lmasa boshlang'ich tekshiruvni yakunlang. Men sizga aynan shuni tavsiya qilaman. Bugun hujjat papkangizni oching. Kvartirangizga oid hamma hujjatlarni alohida joyga qo'ying. Kadastr ma'lumotini tekshiring. Qarzdorliklarni ko'ring. Shubha bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki kadastr organiga murojaat qiling. Agar muammo chiqsa, kamida ariza berishga ulgurib qo'ying. Chunki ko'p hollarda muhim narsa muammoni bir kunda hal qilish emas, balki belgilangan muddat ichida rasmiy murojaatni boshlashdir. Yana bir muhim maslahat. Keksalar nomidagi uylarni farzandlar tekshirib qo'ysin. Otangiz yoki onangiz yoshi katta bo'lsa, ular elektron tizimdan foydalana olmasligi mumkin. Lekin uy ularning nomida bo'lsa, muammo ham ularning nomida chiqadi. Pasport almashtirilganmi? ID karta olinganmi? Familiya yozilishi to'g'rimi? Kadastr raqami bormi? Meros yoki ulush masalasi bormi? Bularni farzand sifatida tartibga solib berish kerak. Bu faqat hujjat emas, oilaning mulkiy xavfsizligi. Chet elda yurgan yurtdoshlarimiz ham alohida e'tibor bersin. Agar sizning O'zbekistonda kvartirangiz bo'lsa, lekin o'zingiz Rossiya, Turkiya, Koreya, Yevropa yoki boshqa joyda bo'lsangiz, men kelganda ko'raman deb yurish xavfli. Ishonchli vakil orqali tekshiruv qildiring, lekin ishonchnomani juda ehtiyotkorlik bilan bering. Ishonchnomada vakolat aniq yozilsin. Faqat ma'lumot olishmi, ariza berishmi, hujjat tuzatishmi, sotish huquqi bormi yoki yo'qmi? Hech qachon keraksiz ravishda keng vakolat bermang. Demak, masala shuki. Bugungi kunda kvartira egasi bo'lish faqat qo'lda eski hujjat saqlash degani emas. Sizning mulkingiz elektron bazada ham to'g'ri ko'rinishi, egasi aniq bo'lishi, maydoni mos kelishi, taqiq va qarzdorliklar tekshirilgan bo'lishi kerak. Raqamli konfiskatsiya deb ataladigan xavotirning ildizi ham shunda. Tizim raqamli bo'lgani sari xato, qarz, taqiq yoki rasmiylashtirilmagan holatlar tezroq ko'rinadi va tezroq oqibat beradi. Men sizga vahm emas, tartib tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring, xatoni kechiktirmang, arizani yozma bering, qarzdorlikni aniqlang. Merosni rasmiylashtiring. Noqonuniy o'zgarishlarni mutaxassis bilan ko'ring. Oy oxirigacha kamida tekshiruv va murojaat bosqichini bajarib qo'ysangiz, keyingi katta muammolarning oldini olasiz. Sizda kvartira yoki uy hujjatlari bo'yicha muammo bo'lganmi? Kadastrda xato chiqqanmi, taqiq qo'yilganmi? Meros rasmiylashtirishda qiynalganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir mulk egasiga kerak.